Twitter Xitoyning Amerikada turishlik elchixonasining hisobini yaqinda ularning Uyg'ur ayollari haqida tarqatgan uchuri sababli taqaganligini jakaladi. Twitter Xitoy elchixonasining uchurini o'zlarining insonsizlashtirish va insonlikdan chiqarish qilmishlarining oldin olishga munosabatli prinsiplariga xilof deb ko'rsatgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Twitter bu vaqtdagi bayonotida mundaq degan: Sizlarning Twitter uchuringlar bizning insonsizlashtirishga qarshi turish prinsipimizga xilof bo'lganligi uchun biz bu harakatni qo'llandik. Biz bir butun to'p yoki odamlarning dini, irqi, millati va yoki boshqa kategoriyaga asosan insonsizlashtirishga yo'l qo'ymaymiz. Xitoyning Amerikada turishlik elchixonasi 1-oyning 8-kuni Twitter'dagi rasmiy hisobi orqali tarqatgan uchurida Uyg'ur ayollarini bola tug'ish mashinasiga o'xshatish bilan birga ularga qartilgan majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirish siyosatlarini aqlagan edi. Mazkur uchur Amerika hukumati va boshqa nurg'un kishilik huquq organlari va faoliyatchilarining kuchli tanqidiga uchragandan keyin Twitter Xitoy elchixonasining uchurini o'chirib o'tgan. Biroq Twitter bugungi bayonotida mazkur uchurni Xitoy elchixonasi o'zining o'chirish kerakligini, agar undaq qilmaydi ekan, ularning Twitter hisobini asliga keltirmaydiganligini bildirgan. Amerika Trump hukumatining oxirgi kunida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgandan keyin Twitterning bunday harakat qilinishi diqqat qo'zg'adi.